Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 4-suhbatimiz. 4-suhbatimiz mavzusi bepushtlik yoki homiladorlikka tayyorlanayotganlar, homila kutayotganlar haqida bo'ladi. Aynan erkaklarda va ayollarda kuzatilgan kasalliklar, nimaga homiladorlik bo'lmayotganining sababi, bundan tashqari ularning yechimi va retseptlar berib o'tamiz. Xudo xolasa, sizlar uchun juda manfaatli bo'ladi. Bugungi videomiz ko'p cho'zilmaydigan umiddamiz. Demak, Sherigim Mirazam ham farmatsevt, ham hozirgi kunda Gulbahor opaning shogirdi, tabobatda ham amaliyotda ham nazariyada o'rganib boryapti. Assalomu alaykum. Xo'p, demak, nimadan boshlaymiz? Ayollardan boshlaymiz. Ayollardan oldin o'z bepushtlik haqida qisqacha ma'lumot beraylik. Bepushtlikni ikkita turga bo'lib olsak juda yaxshi bo'ladi. Demak, birlamchi va ikkilamchi turga. Birlamchi bepushtlik bu nima? Umuman homilador bo'lmagan ayollarga shunaqa tashxis qo'yiladi. Ikkilamchi bepushtlik bu, demak, qachonlardir homilador bo'lgan yoki farzandli ayollar, demak, endilikda homila bo'lmayotgan bo'lsa, demak, ularda ikkilamchi bepushtlik tashxisi bo'ladi. Endi bepushtlikka sabab, ya'ni homiladorlikdan to'suvchi bir nechta omillar bor. Bular haqida qisqacha to'xtalib o'tishim mumkin. Demak, birinchisi follikula yorilmasligi, ikkinchisi tuxumdonda kista yoki qanaqadir yallig'lanishlar bo'lishi, demak, homilani to'sadi. Bundan tashqari bez, gipofiz bezi, asabiylik, stress, asabiylik, polikistoz, bundan tashqari zo'b, qalqonsimon bez yoki qanaqadir gormonal buzilishlar, demak, ayollarni homiladorlikdan to'suvchi omillar hisoblanadi. Bularni yechimi, davosi haqida qisqacha hali yana to'xtalamiz. Erkaklar haqida ham gapirib o'tasizmi kasalliklar haqida? Erkaklarda bepushtlik ikki xil bo'lishi mumkin. Tug'ma yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'ma bo'lishi oyoqlarning o'z o'rnidan bo'lmasligi, bitta oyoqning tepaga ko'tarilib qolishi yoki bitta oyoqning umuman bo'lmasligi, siydik yo'llarining bo'lmasligi, rivojlanmaganligi, siydik chiqarish teshigining o'z joyida bo'lmasligi, normadan ko'ra yuqoriroqda yoki pastroqda bo'lishi. Ko'p kasalliklar jinsiy yo'llar orqali va orttirilgan bo'lishlariga jinsiy yo'llar orqali orttirilishi, spirtli ichimliklar ichish, tamaki mahsulotlarini chaqish, immun tizimining pastligi, gormonal tizimning buzilishi natijasida kelib chiqadi. Va undan tashqari vitamin C va sink vitaminlarining yetishmovchiligi natijasida ham kelib chiqadi. Va undan tashqari erkaklarda tor kiyim kiyishlar, haddan ziyod og'ir mehnat qilish natijasida ham bepushtlikning orttirilgan holatini kuzatishimiz mumkin. Zo'r. Hop, bitta tavsiya bor. Birazdan mana shu o'zi homiladorlik jarayonini yoki spermatozoid jarayonini bitta ko'rib chiqsangda, keyin siz spermatozoid haqida o'zi mana kimlardadir foizi past. Uni qanaqa ko'tarish kerak yoki nima uchun sababdan foizi pastga qarab tushib ketyapti. O'shani bitta ma'lumotini bersangiz. Nima deysiz? Ayollar odatda juda ham o'zi umniy bo'lib ketadi, doktor yoki mutaxassislarga murojaat qilgandan o'zi organizmini o'qib olgan bo'ladi. Erkaklarda shu narsa juda past bo'ladi. Imkon qadar sodda til bilan tushuntirsa ham ancha zo'r bo'ladi. Demak, bitta video qo'yamiz biz, demak, qanaqa qilib homilagacha spermatozoid harakatini ko'rib chiqamiz. Ana undan keyin yana suhbatlarimizni qaytamiz. Spermatozoid morfologiyasi, ya'ni nutfa spermatozoid deb ataladi. U spermatozoid shunday tuzilganki, uning bosh qismi bo'yin va dum qismidan tashkil topgan. Bosh qismida spermatozoid yadrosi, ya'ni jinsiy hujayralarning 23 ta DNK xromosomalarini birlashtirgan bo'ladi. Va uning oldi tarafida akrosoma, ya'ni bosh qismini ichida akrosoma hujayralari bo'ladi, suyuqligi bo'ladi. Bu akrosoma suyuqligi urug'langan vaqtda tuxum hujayrani eritib, ichkariga spermatozoidni ichkariga kiritib berish vazifasini bajarib beradi. Va undan tashqari bo'yin qismida mitoxondriya bo'ladi. Mitoxondriyaning asosiy vazifasi spermatozoidni energiya vazifasi va buni yaxshi harakatlanishi uchun vazifani bajarib beradi. Va uning ortida dum qismi bo'ladi. Dumning asosiy vazifasi rul vazifasini bajarib beradi va spermatozoidni to'g'riga harakatlanishini asosiy ta'minlab beruvchi qismi hisoblanadi. Xo'p, endi progesteronni spermatozoid bilan bog'lay olamizmi? Bog'lay olamiz, chunki spermatozoidni asosiy boshqaruvchi progesteron gormoni hisoblanadi va progesteron asosiy energiya vazifasi uni to'g'ri harakatlanishini va o'ziga chorlab qolish vazifasini bajarib beradi. Zo'r. Xo'p, endi biz birinchi navbatda doimgidek dorilarsiz va giyohlarsiz qanaqa qilib bu kasalliklardan qutulishimiz yoki homiladorlikgacha bizani olib boruvchi, demak, mashqlar bo'lishi mumkin yoki oziq moddalar bo'lishi mumkin, shularni iste'mol qilsak bo'ladi. Masalan, men ayollarnikini sizga qisqacha aytishim mumkin. Agar erkaklarniki bilan o'xshash bo'lsa, tasdiqlashingiz mumkin. Xo'p, ayollarda odatda eng o'sha manba, oziq moddalardagi manba, demak, shirinlikni birinchi to'xtatishimiz kerak. Nima deysiz? Erkaklarda ham shunaqa? Shunday. Shirinlikni to'xtatamiz. Xo'p, qayta pishirilgan, ya'ni o'rischasiga nima deyiladi hozir? Xullas, kolbasa yoki fast foodlar, kirishki, chips,
qayta tayyorlangan oziq moddalarni barchasini to'xtatish tavsiya qilinadi, ayollarga ham, erkaklarga ham, to'g'rimi? Tez tayyor bo'luvchi har qanday oziq-ovqat mahsulotlari odam organizmiga foydadan ko'ra zararga ko'proq ishlab qoladi. To'g'ri. Bundan tashqari men yana tavsiya qilgan bo'lardim, sut mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishni. Endi nimalar yeyishimiz kerak degan vobros qo'yaylik oldimizga. Masalan, ayollar ko'proq sabzavotlar yeyishi, ya'ni rangi to'q bo'lgan, oq bo'lmagan deylik, oq bo'lmagan sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilishi. Bundan tashqari karamni barcha turlari, mana brokoli, oddiy karam va gul karam bo'lishi mumkin. Bularni ko'proq iste'mol qilsa, demak homiladorlikka ko'proq garantiyani oshiradi. Demak, undan tashqari yana mana shaftoli, qulupna, yong'oq, xurmo, mana arab xurmosi, sabzi, olma, limon so'klari juda ham foydali bo'ladi. Erkaklar nima deysiz? Erkaklarga ham xuddi shu narsalarni maslahat beramiz. Undan tashqari qo'shimchasiga go'sht mahsulotlarini, tuxum mahsulotlarini iste'mol qilish jinsiy hujayralarni, ya'ni spermatozoidni foizini yaxshigina oshirib beradi narsalar. Misol uchun baliq mahsulotlari, qazi, qarta, belama tuxumi, tovuq tuxumi, undan tashqari tarkibida omega mahsulotini juda ko'p saqlaydigan baliqni doimiy iste'mol qilib yurish Ayollarga ham foydali bu. Juda foydali, aniq beradi. Bu hozir tushundimki, oqsil moddalarni demak biz ko'paytirishimiz kerak. Oqsil moddalar juda ko'p aniq beradi. Bu dukkakli o'simliklar ham bizdan oqsil moddalarga kiradi. Dukkakli o'simliklarni ham ko'paytirsak bo'ladi, to'g'ri. Xo'p, endi men yana sizlarga shuni tavsiya qilaman. Jismoniy harakatlarni ko'paytirish, to'g'rimi? Doimiy piyoda yurish, ayniqsa kechki ovqatlangandan so'ng er-xotin kechki sayrga chiqish juda foydali bo'ladi. Bu oilaviy stress holatlardan chiqish, oilaviy munosabatni yaxshilash va ovqat hazm qilish sistemasi va har xil kasalliklar kelib chiqishini oldini olish uchun juda yaxshi yechim hisoblanadi. Hattoki o'sha ko'p yurish, yugurish infeksiyalardan ham bartaraf qilish uchun katta yordam beradi deb eshitganman. Demak, har kuni imkon qadar er-xotin birgalikda 3-4 kilometrlab yurishi tavsiya qilinadi. Va yana ikkalasida ham stress holatlar kuzatilmasligi kerak, hayotdan lazzatlanib yashash kerak. Imkoni bo'lsa xuddi homila kutmayotgandek o'zlarini ishontirishsa, undan-da yaxshi bo'ladi. Va yana men tavsiyalarim bor. Har darsimda ruhiy holat haqida ham gapirib o'taman. Siz endi hozir qo'shildingiz, balki videolarimni ko'rgansiz, ko'rmagansiz, uni bilmayman-ku. Diniy taraflama ham, demak, o'zini duolari bor, ko'proq istig'for ko'paytirish kerak er-xotin ikkalasi. Aynan bu demak homiladorlikka yordam beruvchi eng katta omillardan. Masalan, har nima qilma, Alloh bermasa, demak, bandasining qo'lidan hech nima kelmaydi deyshadi. Shuning uchun Allohdan ham bir paytda o'zida yolvorib so'rashni tavsiya qilgan bo'lardik. Xo'p, endi men licheniyaga o'tishni tavsiya qilaman, vaqt olmaylik. Men juda zo'r retseptlar tayyorlaganman ayollar uchun, ayniqsa. Birinchi navbatda sprintsovka yoki vanna uchun tayyor giyohli aralashmani retseptini pastda qoldiraman. Hozir 9 xil bosqichga bo'lganman men ayollarning o'zinikini. Demak, birinchi navbatda vanna sprintsovkalar. Ikkinchi retseptimiz demak ham immunitetni, uchinchi retseptimiz immunitet va viruslardan qutulish haqida bo'ladi. Ushbu retseptlarning barchasini pastdagi opisaniyada ko'rishingiz mumkin va menimcha erkaklarga ham tavsiya qilinadi hijoma va massaj. Ya'ni massajni ham точныйsida nuqtali umurtqa pog'onasi uchun va tizim atrofidagi nuqtalarga massaj qilish jinsiy hujayralarni haddan ziyod chiroyli ko'tarib bera oladigan darajadagi effektni his qila olasiz va undan tashqari ayollarda ham mana shu narsa bor ekan. Umurtqasini yoki yelka sohalaridagi o'sha olinadigan massaj va ko'krak qafasiga qilinadigan massajlar juda foydali bo'lar ekan. Hijoma ham juda ham foydali bo'lar ekan. Kasalliklardan ko'pidan shu orqali qutulsa bo'lar ekan. Xo'p, endi men yana aytishim mumkin, ayol va erkak uchun ham bizda отдельный retseptlar qilindi. Barchasini opisaniyada to'liq qilib yozib qo'yamiz. Nima deysiz, hozir gap ko'paytirmaslik uchun opisaniyaga o'tkazganimiz yaxshi-da. Bundan tashqari o'qiladigan duolarni ham pastda yozib qoldiramiz va bu bosqichlarni, ya'ni 9 xil bosqichni ketma-ketligida yozib qoldiraylik-da. Vaqti ko'p olmaylik bularga. Shaxsiy tavsiyalaringiz bormi? Uyqu rejimining buzilishi natijasida stress holati ko'p kuzatiladi va melatonin gormoni normada ishlab chiqarilmaydi. Buning natijasida spermatozoid hujayralar normada ishlab chiqarilmaydi va spermatozoid foizi kamayib ketadi. O'shaning uchun melatonin gormoni har kuni kechqurun 10 dan tonggi soat 2-3 gacha bo'lgan vaqtda ishlab chiqariladi. O'shaning uchun erkaklarning hammasiga maslahat beramiz, faqat erkaklarga emas, balki ayollarga ham soat 10 dan soat tonggi 3 gacha bo'lgan vaqtda ayni uxlagan bo'lish kerak. Eng uzog'i 11 da uxlagan bo'lish kerak. Bizda qanday soat 2-3 da tong saharda uxlashga yotishadi. Melatonin gormoni ayni ishlab chiqariladigan vaqtda biz uyg'oq yuramiz. Va melatonin gormoni yetishmasligi natijasida har doim bizda stress bo'ladi. Stress natijasida har xil kasalliklarni o'zimiz boshimizga o'tkazamiz. Xo'p, endi boya bularga va'da beruvdik, bitta mavzu hozir esdan chiqyapti. Spermatozoidni, misol uchun, ko'pchilik protsenti tushib ketgan deydi. Nima sababdan tushdi buni? Xo'p, tushundik. Demak, noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlik, stress. Xo'p, endi buni ko'tarish uchun ham tushundik qisman. Endi yana qanaqadir noodatiy usullarni ayta olasizmi? Spermatozoid morfologiyasida shunday holat bo'ladi. Makrosoma mavjud bo'lmasligi yoki akrosoma hujayralarini yadrosi
akrosoma kattalashib yadro kichrayib qoladi yoki yadro kattalashib akrosoma kichrayib qoladi yoki ikkita bosh qismi yoki 3 ta 4 talab dum qismi paydo bo'lib qoladi. Bu nosog'lom spermatozoid hisoblanadi kerak. Xo'p, agar mana chakmada ichmaydigan odam o'zi, lekin spermatozoidda mana shunaqa siz aytgandek ikki boshli bo'lib qoldi yoki dumi ikkita uchta bo'lib qoldi, tasavvur qilaylik spermatozoid ko'rinishi. Xo'p, bu nima qilish kerak shu inson? Bunda spermatozoidlar haddan ziyod ko'p yig'ilib qolishi natijasida spermatozoidlar buziladi. Bunday holatda ko'proq jinsiy aloqa qilib spermatozoidlarni bo'shatib olish kerak va yangi sog'lom spermatozoidlar paydo bo'lishiga yo'l yaratib berishimiz kerak. Zo'r. Xo'p, men yana qo'shimcha qilishim mumkin o'sha tayyorgarlikda qo'shilish masalasini. Shaxsan o'zimdan o'tgan 3 ta farzandim bor. Xo'p, men tavsiya qilgan bo'lardim tez-tez qo'shilishi va ovulyatsiya kuniga yaqin ozroq dam olishi er-xotin bir-biridan va aynan ovulyatsiya kunlarida yana ko'proq qo'shilishni tavsiya qilaman. Ya'ni bir ko'p harakatlik, bir dam olish, yana ko'p harakatlik. Xo'p, bundan tashqari qo'shilgandan keyin imkoni bo'lsa ayol kishi oyog'ini ko'tarib yotishni men tavsiya bergan bo'lardim. Bu mening shaxsiy tavsiyam. Xo'p, va yana aynan qo'shilishni boshlashdan oldin maxsus tayyorgarlik, ya'ni er-xotin bir-biri bilan shu holatga kirishish uchun tayyorgarlik ko'rish kerak. Tam romantichniy вечер yoki romantichniy atmosferani hosil qilib, ana undan keyin qo'shilishni men tavsiya bergan bo'lardim. Bu juda ham effektivniy samara beradi. Aynan ayollarda ham, erkaklarda ham faqat farzand uchun deb u yerda qo'shilishni o'ylash kerak emas, chiqarib tashlash kerak, shunchaki rohatlanish uchun harakat qilish kerak. Xo'p, bugungi suhbatimiz menimcha tushunarli bo'ldi. Tushunmagan bo'lsanglar, savollarni pastda kommentariyada qoldirishinglar mumkin yoki batafsilroq yana ma'lumotlar olish uchun ma'lumotdan savollarni bersanglar bo'ladi hammasini yoki biz aytmagan yoki xato qilgan kamchiliklarimiz bor bo'lsa, bemalol pastda yozishinglar mumkin, chunki biz ham hali o'quvchimiz, o'rganmoqmiz, o'zimizga maxsus kichkina mana shpargalkalar yasab, juda ko'p manbalardan ma'lumotlarni yig'ib, bitta qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Shu boshida aytganimdek, biz ham apteka, ya'ni ximiyaviy tibbiyot yo'lida ham, tabobat ko'zida ham va umuman ikkalasiz holatda qanday davolanishni ham ko'rib chiqyapmiz hozir. Shu uchun noodatiy suhbatlar bo'lyapti sizlar bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi suhbatlarda ko'rishgunimizcha, xudo xolasa, barcha retseptlarni pastdan olib olasizlar.